2 xonali tayyor xonadonda yoki 3 xona remont qilinmagan bitta domni puliga men sizga 2 qavatda, 2 sotikda gulzorlari, asfaltlari, gaz, svet, suv, undan tashqari oldida anhori bilan birgalikda mabodo uy topib bersam, nima qilasiz? Olasizmi? Albatta olasiz. Sababi bu yerda beton ishlari shunaqangi mustahkam qilib qilingan. Undan tashqari hozirgi kunda trendga aylanib borayotgan OSB paneli, ya'ni agar shu uyda OSB panelni to'liq yopib oladigan bo'lsangiz, ekologik toza bo'ladi. Sababi bu yerda ishdan charchab kelganingizdan keyin 2 soat dam oladigan bo'lsangiz, yana haqiqiy 18 yashar yigitda yana ishga qaytib chiqib ketaverasiz do'stlar. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Eng yaxshi tomonlardan biri asfaltlarni qilib qo'yibdi. Ko'chalarga chiqishlar, ro'dlari ham yaxshigina ekan, ixchamgina do'stlar. 2 xonali domni puliga olasizda. Sababi sizda bu yerda mehmon qabul qilish, undan tashqari mashina qo'yishga ham aynan joylar bo'ladi do'stlar. Andijonda Zilolmosda paxtachilik institutining orqasida, ya'ni 3 xo'z deb qo'yadi bu yerda. 3 xo'zda shunaqa joyimiz chiqib qoldi do'stlar. Telegram kanalda lokatsiya, undan tashqari to'g'ridan-to'g'ri egasi bilan bog'lash imkoniyatiga egasiz. O'rtada hech kim yo'q. Hech ham hijolat bo'lmang. $100 ham o'zingizni yoningizda qoladigan sharoitga gaplashib qo'yganmiz. Narx masalasiga keladigan bo'lsak, ozgina kosmetikasini o'zingiz qilib olasiz. Mabodo biz qilib berganimizda $35,000 ga qadalgan bo'lardi. Hozirgi kunda $29,000 ga gaplashib qo'ydik. Bunaqa imkoniyat kamdan kam topiladi. Keling, maza qilib shu yerda ekologik toza uyda yashang. Bu videoda maza qilib yo'q, jo'natib qo'ying. Albatta bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.